Xonamning oynasi chil-chil bo'lib sinib ketdi. Qo'limdagi pichoqni mahkam ushladim. Unga qarab turardim, qo'rquvdan qo'llarim titrardi. U esa umuman shoshilmadi, derazadan ichkariga asta kira boshladi. Yuragim tez urib, oyoqlarim qaltirardi. Boyi salkam xonam shiftiga tegardi. Oyoqlari maxluqnikiday katta. Basharasi juda ham xunuk. Tishlari qon aralash xuddi vampirnikiday. Undan qochib qutulolmasligimni tushunib yetdim. Qo'limdagi pichoqni mahkam ushlab unga tashlandim. Harakatim besamar ketdi. U qo'limdan ushlab pichoqni tortib oldi. U meni juda oson to'xtatdi. Nafasim qisilib qoldi, qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim bo'ysunmay qoldi. U juda yaqin edi. Qulog'im yonida pichirladi. Jim bo'l. Keyingi lahzada og'zimni mato bilan bog'ladi. Men esa jon talvasasida pitirchilardim. Shu vaqt manyak qandaydir jism bilan boshimga qattiq zarba berdi. Men og'zimni yo'qotdim. Ovoz chiqara olmadim. Meni sudray boshladi. Uyimni poli bo'ylab tortib ketardi. Qo'llarim bilan nimagadir yopishmoqchi bo'ldim, lekin foydasi yo'q edi. Ko'zlarim eshikka tushdi. U ochildi. Tashqarida qorong'ulik. Men oxirgi marta bironta qo'shnim chiqib yordam berib qolsa degan xom xayollar bilan har tarafga alangladim. Keyin nima bo'lganini eslolmayman. Ko'zimni ochganimda omborxonaga o'xshash bir joyda. Oyoq qo'lim bog'langancha hamma yerim qonga belanib turardim. Hikoya sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib menga obuna bo'ling. Ertaga davomini qo'yaman.